barchaga salom sizlar bilan men Shoh Gamingman. Bugungi videomizda biz nima qilamiz? Xo'p, bugungi videomizda biz Pajan Launcherga mod qo'shishni o'rganamiz. Mana ilovaga mana shu ilovaga mod qo'shishni o'rganamiz. Xo'p. Qanaqa qilib mod qo'shamiz do'stlar? Buni sizlarga hozir o'rgatib o'taman do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar va bilib olasizlar. Xo'p, bizga Zarchiver kerak bo'ladi. Ya'ni ham kerak bo'ladi. Mana Zarchiver kerak bo'ladi mana. Zarchiver kerak bo'ladi. Mana Zarchiver. Xo'p, buni Play Marketdan yuklab olamiz. Mana Play Marketga kirib, qidiruv bo'limiga o'tib, ilovalar va o'yinlar qidirish va Zarchiver deb yozasizlar mana. Mana endi Zarchiver turibdi. Shuni bosasizlar. Xo'p. Va mana buni o'rnatib olasizlar. Mana birinchi chiqib turibdi mana. O'zi birinchi mana buni bosasizlar, o'rnatishga bosasizlar. Mana o'rnatilgan. Bemalol men ochishni bosishim mumkin. Ochishni bosasizlar. Sizlarda qoidalar chiqib keladi do'stlar. Ularning hammasiga ruxsat berasizlar. Va keyin bu ochiladi, o'zi mana bunday bo'ladi. Xo'p, keyin esa Zarchiver ochilgandan keyin davolim Android aniqlar turadi va Androidga kirasizlar. Data bo'limini ko'rib turibsizlar mana. Data bor. Dataga o'tasizlar. Eng oxirgi Netflix Pajan Launcher, lekin sizlarda yo'q. Nimaga aytayim? Chunki sizlarda Pajan Launcher yo'q afsuski. Lekin bir xillarda bor bo'lsa turgan bo'ladi. Xo'p, Pajan Launcherni ham yuklashni o'rgatib o'taman. Pajan Launcher yuklashga bizga Google kerak bo'ladi. Play Marketda hozir yo'q. Nimagadir? Ajab Launcher deb yozib download bosamiz va mana birinchi chiqqan saytga kiramiz. Kirgandan so'ng pastga tushamiz. Do'stlar. Pastda davom Pajan Launcher turibdi va davom Pajan Launcher yozib turibdi. Lekin sizlar uni bosmaysizlar, mana davom Pajan Launcher. Shuni bosasizlar. Hozir mana u tasodiflarga kirib, mana shu Pajan Launcher o'rnatiladi. O'rnatilib olgandan keyin uni ochishni bosasizlar. Menda o'rnatilgan qatada turibdi, qarchi. O'rnatilgan menda qarchi. Keyin uni qilib, keyin esa do'stlar Pajan Launcher o'rnatilgandan so'ng unga kirasizlar. Kirgandan so'ng New account ochasizlar. Mana bu yerda Pilsirada hozirda yo'q. Mana buni bosib qolaman. Sizlarda mana bu turgan bo'ladi. Mana add account turgan bo'ladi. Sizlar mana Pilsni bosasizlar. Pilsni bosganingizdan so'ng add accountda bosasizlar. Mana kapitan bor. Sizlar login accountga kirib, mana bosasiz, username, xohlagan bitta anaqa yozasiz va bu yerdan chiqib ketasiz. Keyin o'zi o'sha yerda turadi. Mana hozir kapitan. Xo'p. Keyin mana buni bosasizlar mana. Buni bosasizlar. Sizlarda bitta mana turgan bo'ladi. Mana va mana turadi. Sizlar mana buni bosasizlar mana. Keyin bu yoqqa o'tadi. Keyin forkni bosasizlar. Pastga tushamiz. Sizlarga kerakli sizga qanaqa mod bo'lsa, o'sha versiyaga mod tushadigan bo'lsa, xohlagan bitta versiyadan tanaysizlar bu yerdan. Shunaqa qilib, o'zim masalan sizlarga hozir 1.21 ga o'rgataman menga mana. Sizlar xohlagan versiyalarga tushadigan mod o'rnatishingiz mumkin. Hop, buni o'ynab, birinchisini bosasizlar. Qanaqa versiya bo'lsa, birinchisini bosasizlar. Va bu yoqqa bunda o'tadi, mana ko'rib turibsizlar. To'libdi. Bu yoqqa o'tadi. Mana bu ekran qora ekranga o'tdi. Prosta bu yerda past kutasizlar, hech narsani bosmaysizlar. Past kutasizlar, telefon o'chib qolsa, mana qilib turasizlar. Mana ovoz ko'targichni bosib tursanglar, o'zi aniq bo'ladi. Hech narsani bosmaysizlar, o'zi sira o'tib ketadi mana. Men buni o'tkazib olganman, shunga kutib o'tirmayman. Sizlar o'zi o'tib finish et deganda, o'sha qora ekrandan chiqqandan keyin mana bu yoqqa o'tadi do'stlar, mana. Keyin bu yerdan chiqasizlar. Va mana yoqqa o'tgan yerda sizlar 1.21 turadi mana. Menda bor o'zi mana o'zi bor edi. Mana 1.21 turadi.
keyin ustiga bosib play bosasizlar. Sizlarda mana sekin o'tadi, hozir menda tez o'tib ketadi, chunki menda yuklangan mana. Mana sizlarda bu umuman sekin o'tadi. Mana tez o'tadi hozir. Sekin o'tadi. Agar Wi-Fi 4 ta shoxli yoki undan ko'proq shoxli bo'lsa, tez o'tib ketadi. Wi-Fi ga qarab turadi. Kutamiz faqat bu yerda. Kirdim ama qora ekran bo'ldi. Bu yerda o'sha mojaning ichini kutib o'tirasizlar, sizlar chiqib ketasizlar, bo'ldi. O'sha bu versiya yuklandi degan. Bu yerda o'chirib tashlaysizlar bo'ldi. O'chirib tashlaysizlar. Xo'p, keyingi maqsad Google'ga. Google'ga kiramiz. Qanaqa modlarga kerakligini yozasizlar yoki Qt Forkdan qidirasizlar. Menga hozir nima mod kerak? 1.21 ga masalan nima mod qo'shsam bo'larkan? Mana hozir men 1.21 ga avtomat modini qo'shaman. Xo'p, avtomat modi bu o'yin blank mod for Minecraft mana bu yoqqa mana chiqdi, mana ko'rib turibsizlar. Buni bosasizlar. Voy, nima bo'ldi? Internet yaxshi ishlamayapti, hozir to'xtab turinglar. Bo'ldi, mana ishlab ketdi. Xo'p, galeriyaga o'tasizlar. Galeriyaga mana kechasizlar. Mana ko'rasizlar qanaqa modligini mana. Zo'r mod bu. Sizlarga yoqadi aniq. Nega kelibsa endi. Xo'p, davay endi bu yoqqa o'tamiz. Xo'p, endi do'stlar bizga fork kerak. Fabrikaga. Ikkinchi ekranga o'tamiz. Fork, fabrik, fork. Mana do'stlar. Mana bitta mana fork turibdi. 1.21 mana 1.21 fork turibdi. Keyin mana buni bosasizlar mana. 3 ta nuqta bor joyda. 3 ta nuqtani bosasizlar. Download file bosasizlar. Bosasiz o'zi mana bu yoqqa o'tadi. Agar sizlarda shunaqa bo'lib qolsa, nima qilishinglarni ham aytib o'tib ketaman. Bu yoqqa o'tasizlar 3 ta anaqaga, chiziqchaga. Keyin mana buni bosasizlar. Bu chiqadi va ochishni bosib qayta yuklashni bosasizlar. Kutib turasizlar do'stlar, keyin mana bunda chiqdi. Qayta yuklab olishni bosasizlar. Va mana yoqqa tasvirlarga o'tib, mana kutib turasizlar. Mana o'sha yuklanyapti. Point blank fork. Mana o'sha yuklanishni boshlayapti bu mana. Va yukladim. Point blank fork. Keyin buni bosib to'xtaydi hozir. Mana bosasizlar, mana. Bosasizlar va o'zi o'tib ketadi mana. Bu yerdan bitta buni chiqishyapsizlar, mana tiqilib yotibdi bunaqalar. Mana sizlarda bitta bo'ladi, o'shanga bittasini bosasizlar-da. Bosib turasizlar ustiga. U mana yoqqa o'tgandan keyin nusxalab olmoqqa bosasizlar. Keyin bu yerdan chiqib Android ga kirasizlar. Mana Android dataga o'tasizlar. Keyin pastga tushasizlar, juda pastga tushasizlar. Installer Netkit Pajalauncher mana turgan bo'ladi. Netkit Pajalauncher debug turgan bo'ladi. Unga bosasizlar. Xo'p, keyin files chiqadi sizlarda. Mana files. Bu modlarga ahamiyat beringlar, bu o'zim qo'shganman. Files o'tasizlar. Minecraft o'tasizlar. Keyin bu yerda mod papkasini o'zingizlar yaratasizlar. Xo'p. Bekor qilish. Mana plus deb bosasizlar-da, mana plus. Bosib, keyin mana bosasizlar mana. Bosib, bu yoqqa buni o'chirib, modis deysizlar. Keyin o'kka bosasizlar bo'ldi. Menda modis bor. Mana modislar bor. Buning ichida etoq. Keyin esa hozir men modlarimni olib tashlab kechiring. Modlarim bor ekan.
Mana buni bosib buni bosasizlar. Mana. Bu yoqqa o'tib qo'shiladi. Agar bu ham qo'shib, ana bosganingizda mana yoqqa o'tib qolgan bo'ladi. Mana bu yerda yana qaytadan nusxalab olmoqqa olasizlar. Masalan, mana xohlaganingizda. Yana o'shani turgan bo'ladi. Siz boya ham bitta bosgansiz, mana buni boya nusxalab olib bossasiz, o'zi bo'lgan, keyin mana qo'shilib qoladi. Keyin xohlagan bitta shu joyida turadi-da, hozir qaytib balki juda ko'p deb o'tib. Hop. O'tib ketgan bilan nusxalab olmoqqa bosib, yana mana yoqqa o'tasizlar, emotisiga ham qo'shib qo'yasiz. Mana point blank fork deb qo'yibdi. Okey, endi bu yerdan chiqasizlar. Endi esa bu yoqqa o'tasizlar mana. Telegram mana. Pajamlar yerga. Pajamlar yerga o'tib, play bosasizlar bo'ldi. Kutasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar, yana nimalar qilishimni, agar sizlar bunaqa chiqmaydi, chunki meniki anaqa ko'rdi, o'shanga shunaqa chiqdi. Sizlarda bunaqa chiqmaydi, xavotir qilmanglar. Ha do'stlar, aytgancha, agar siz mana shu point blank modni sirga 100% kerak bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, mana Gecko modini o'tkazish kerak endi. Buni ham o'tkazishga o'rgatib ketaman. Mana chiqasizlar. Hammasini o'rgatib o'tib ketaman. Google o'tib chiqasizlar, mana yoqqa o'taman-da, minute 4 minute after Gecko deyapsizlar. Gecko mana. Keyin bu yerdan o'zingizlarga kerakli ishlarni qidirasizlar, xuddi o'sha 21 edi. Xo'p do'stlar, shunga o't mana. Mana buni ko'rib turibsizlar, mana shuni buni bosasizlar. Fork deb bu. Fabrika bosmaydi, mana burada fork deb yozib qo'ygan mana o'zi. Shuni bosasizlar, yana shu aytgan ishni qilasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar. Keyin esa kutib turamiz. Keyin bu marshrutda yana boyaga usulni qilasizlar. Mana bu bor, shunga bunaqa o'tirmayman, vaqt ketib qoladi. Shunaqa boyaga nusxa bilan bosasiz, yana shu yoqqa o'tasizlar do'stlar. Keyin menda hozir keyin yana davolanibdan Gecko topasizlar-da. Yana nusxalab olmoqqa bosasiz. Mana hozir men davolanibman, hozir menda bor. Mana hajmini yig'ib qo'ydik deb topasizlar. Xo'p, men Gecko hozir topib kelaman. Gecko mana. Sizlarda o'zi chiqib turgan bu, buni bosasizlar, buni nusxalab olmoqqa bosib, Androidda netga chiqadi. Agar bu ta fayllarda chiqmay qolsa, nima qilish aytaymi? Meni kommentga tushsanglar, men lichkamni qoldirganman, o'sha yerda bemalol topasizlar. Files Minecraft modsga qo'shib qo'yasizlar. Qo'ygan endi. Xo'p do'stlar, endi play bosasizlar va kutasizlar. Ha do'stlar, mana o'zi tugadi, hozir kiradi bu. Hop do'stlar, mana o'zi meniki kirdi va dadam. Mana do'stlar, aytgancha nima bu o'zbekcha desanglar, men endi o'zim qilganman. Buni ham o'rgatishni xohlasanglar, просто kommentga plus qoldirsanglar bo'ldi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar va o'xshasi keyin yolg'iz o'ynash, yangi dunyoni bosasizlar. Sizlarda kreativ bo'lib turadi. Single player kreativga, meniki kreativ qilasizlar, menda ijodiy. Kreativ bosib, dunyoni yaratishga bosasizlar. Mana dunyoni yarating bosasizlar bo'ldi. Men bu yerdan chiqaman. Bo'lmasam do'stlar, sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, kommentda ko'rsatinglar pulslar bilan. Xo'p, iltimos do'stlar, kanalga obuna va like bosishni unutmanglar. Bu video sizlarga menimcha yoqqan va plus qoldirsanglar bo'ldi. Bo'lmasam, hammaga xayr.